Baliq bozor soat 3 dan boshlab to 7, uzog'i 8 gacha bo'lar ekan. Va nihoyat Chinoz baliq bozoriga yetib keldim. 65 ming so'm ekan sazan. Asli 30 ming. Mana bir chekkadan so'rab boramiz endi. Ilon balig'ilar 50 ming so'm kilosi. 23 ming tastaloplar. 65 ming ekan. Mayda tastaloplar 20 ming so'm bo'lyapti. Mash pyostrilar 45 ming bo'lyapti. Vesi qancha chiqdi? 10 mi? Nechkul 20 kilolik laqqa. Kilo 80 mingdan. Afrikanskiy laqqalar 20 ming, 22 ming, 55 ming so'mdan. Beli amurlar 60 ming, sudaklar 65 ming. Maydaro sudak 60 ming so'm. Yirik tastalop 45 ming ekan. Sudak baliqlar 65 ming so'm bo'lyapti. Sazanlar 50 ming, 60 ming. Maydalari 50 ming so'm ekan. Bozor yoqdimi sizlarga? Izohlarda qoldiringlar. Boringlar uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar. Yana qaysi bozorlarni ko'rmoqchisizlar? O'shalar haqida ham izohlarda qoldiringlar.